Mangoni sevib iste'mol qiluvchi, mangoni yaxshi ko'ruvchilar, mango olayotganinglarda обязательно bu narsaga e'tibor qilinglar. Hozir ko'rsataman. Mana bu mango. Bir dunyo mango yeb tashladim. Xo'sh, rosa ishtaha bilan ochgan edim. Rosa ishtaha bilan buni boshlagan edim. Lekin afsus, mana bunaqa qaranglar. Mana bunaqa qoralari bo'lsa, olmanglar. Mana ko'ryapsizlarmi? Sababi hozir uchun ko'rsataman. Bu yaramas qurtlagan bo'lar ekan mana bunaqa. Qurt ko'ryapsizlarmi? Issi bilan unda. Kirib olgan, qani. Mana. Terisi usti mana bu joydan boshlangan, ko'rdingizmi? Ko'rinyaptimi? Mana shunaqa qora bo'lsa, olmanglar ustini, chunki ichi qurtlagan bo'lar ekan. Rosa ishtaha bilan boshlagan edim, lekin yaramas ichi mana shunaqa chiqdi. Mana bu qora tochkalar yaxshi narsani belgisi emas ekan. Mana bunaqa toza bo'lishi kerak imkon qadar. Xo'sh, men ko'rsataman tozani, o'z qaraqaling. Masalan, bo'ldim. Lekin bunda ham bor, faqat ichiga kirmagan mana. Bunaqa dog'lar bor, lekin bu juda ham yaxshi akkuratligida. Lekin bu dog'lar uncha emas ekan, mana bu tarafdan chirigan tarafini ko'rsalaringiz. Qayerdan boshlanganida mana. Xullas, mana shu joylardan boshlanar ekanda qurt. Yoki bilmayman. Bossangiz ham jo'naqa yumshoq emas, qattiq. Xullas o'rtoqlar, mana shunaqa jichcha e'tibor bermasalaringiz bo'lmadi, ishtaha bo'g'ildi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Men o'yladim, mangoni hammasini ichi shunaqa yaxshi sifatli bo'lsa kerak deb o'ylagandim, chunki oxirgi marta olganim deyarli bir 8 ta olgan bo'lsam, 4-5 marta ikkitadan, bittadan, 3 tadan oldim. Hammasini ichi yaxshi edi, birinchi marta bunaqa yomon chiqishi. Ehtiyot bo'linglar, hushyor bo'linglar, tanlab olinglar.